Assalomu alaykum azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah bizga hayot, sog'lik, tinch hayot nasib etgan Allohga shukrlar bo'lsin. Har tongni ko'rish, farzandlarimiz kulgusini eshitish, yaqinlarimiz bilan bir dasturxon atrofida o'tirish, bu ham katta ne'mat. Bugungi kunimizga, uyimizdagi barakaga, tanimizdagi kuch-quvvatga shukr qilamiz. Qalbimizda iymon, tilimizda zikr, uyimizda fayz bo'lsin. Qiyinchiliklar sabr bilan yengilsin. Duolarimiz ijobat bo'lsin. Yaratgan egam, bergan ne'matlaring uchun, bermaganlaring uchun ham shukr qilamiz. Chunki sen biz uchun faqat yaxshilikni ravo ko'rasan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah bergan har bir nafasing uchun, oilam, farzandlarim, sog'ligim va tinchligim uchun shukr. Yaratgan egam, ne'matlaringni ziyoda qilgin. Uyimizdan barakani ayamagin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi fayzli va qutlug' kunda bizga shu damlarni nasib etgan Alloh taologa behisob shukrlar aytamiz. Har bir yig'ilish, har bir shodlik, har bir birlashuv bu ham yaratganning inoyatidir. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Xonadonimizdan mehr-oqibat, dasturxonimizdan baraka arimasin. Farzandlarimiz sog' salomat, baxtli va komil insonlar bo'lib ulg'aysin. Ey Rabbim, qilgan duolarimizni qabul aylagin. Qalbimizga xotirjamlik va shukronalik hissini ziyoda et. Alhamdulillah Rabbil alamin.